Salom. O'zbek mashhur kinolardan biri Kichkina Tabibdan bir savollarimiz bor edi. Javob bera olasizmi? Albatta. Mana shu Kichkina Tabib rolida o'ynagan bolakayning qayerdagi aksini bilasizmi? Dilshodbek Katabek. To'g'rimi? Mayli, sog' bo'linglar, omadlaringni bersin. Bo'ldim. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Biz o'zbek kinosida Kichkina Tabib kinosini ko'rganmisiz? Ha, albatta ko'rganman. O'shanda rol o'ynagan qahramonlarning ismlarini bilasizmi? Bilamiz. Masalan, qaysilari? Doniyor, Teshaboy, Nigora. Rahmat, javob berganingiz uchun. Salomat bo'ling. Boshlandi. Assalomu alaykum. Biz Kichkina Tabib kinosidagi bir savol bermoqchi edik, o'shanga javob bera olsangiz. Asosiy qahramonlardan biri Nigoraning otasining ismi kim edi? Shu faqat sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Qarang, sizga hozir Kichkina Tabib filmidan sizga bitta savol beramiz. Shunga topshiring. Kichkina Tabib filmidagi asal qizning ismi nima? Nigora. To'g'ri, rahmat.